Leminoy Aberdeen Angus mollarimiz keldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu Aberdeen Angus mollarimiz kelgan, shu haqida bo'ladi. Bugungi sanamiz 19-aprel, haftaning shanba kuni 2025-yil. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Samarqand tuman Shirinobod mahallasiga. Qarshining kurugidan kelishiga Shodimurod restoran bor. O'shani to'g'risidan Shirinobod mahallasi chiqadi. 1 kilometr kirib kelsangiz mana shu fermamizga kirib kelasiz. Do'stlar, hozir bir qator ko'rsatamiz. Ozgina yomg'ir yog'gan, hamma joy loy bo'lgan. Shuning uchun videomizga oldindan aytib o'taylik, xato kamchilik bo'lsa, xato kamchilik uchun uzr so'ray qolamiz. Mana mollarimiz kelgan, bir qator ko'rsatamiz. Hozir Farruh ukamizdan ma'lumot olamiz. Farruh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, mollar keldi-ya? Ha, bu qayerning mollari? Bu Rossiyaning plemennoy mollari. Rossiyadan keldi-ya? Rossiyadan plemennoy Aberdeen Angus mollar keldi. Buni soni nechta? Nechi bosh? Bu 50 bosh. 50 bosh Angus mollar kelgan. Ichiga 3-4 ta avliko, keyin Greenford 1-2 ta bor. Qizil Angusdan bitta bor ekan. Qizil Angusdan. Keyin mana bunaqa Mickey Mouse Anguslar ham bor. Bular ham smeshini bo'lgandan keyin mana shunaqa boshi oq bo'ladi. Bu ham o'zgarishi o'ta udar. Onasi Angus hammasi. Hammasining onasi Angus, mana tuxum bosh. Boshlarini ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan tozasi mana shunaqa tuxum bosh bo'ladi Anguslar. Rossiyadan keltirilgan Anguslar. Hozir bir qator ko'rsatamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, o'ng tarafingizga qizil podpisatsiya tugmachasi bor yoki obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Mana shunaqa har kuni foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Bizning Telegram gruppamiz bor. Telegramga lotin harfga chorodonlar yozsangiz chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Azizlar, mana bir qator ko'rsatamiz. Soni 50 bosh kelgan ekan. Hozir Farruh ukamizdan ma'lumotni. Bu Greenfordlar ham ichiga kelgan-a, 1-2 ta, 3 tami, 4 ta. Maşallah, mana. Ichkariga kirish iloji. Buni tashqariga chiqarish iloji yo'q. Bu joyimiz ham ozgina maydaroq ekan. Shu joyiga syomka qilamiz inshaalloh. Mana. Mana yakka turganlarni o'zi bo'y bastini aytib o'tamiz. Bo'ylari nechi chiqadi mana shu kattalari? Kattalari shu 140 da. Ha, biri 30, biri 40. Maydalari 120 gacha. 120 gacha. 300 kilodan 460 kilogacha bor mollar. Ha, 300 kilodan 460 kilogacha chiqqan taroziga. Bular necha yashar? Bular 8 oylikdan 1 yillikgacha. Yoshiga yetganda 8 oylik. Mana bunaqa. Haqiqatan birontasiga shox yo'q, haqiqatan hammasi to'qol, toza. Toza fermadan plemennoy daqinlari. Rossiyaning qayerdan keldi? Bu Rossiyaning Sever tomondan. Severdan. Bularning privkasi bo'lganmi? Qanday privkalari? Privkasi hammasi bo'lgan. Kelganiga 3 kun bo'ldi-ya? Kelganiga 3 kun bo'ldi. Sağ mollar damini oldi. Endi baribir charchoq endi chiqqandan keyin bir haftaga o'zi charchoqga chiqadi-da, uzoq yo'ldan kelsa mana tuzni tashlab qo'ygan, bu yerga bardani tashlab qo'ygan. Yeyishi qanday ekan bularni? Bularni yeyishi zo'r, siz kelishingizga endi yana tayladik oldi. Chiqsin mana mollar. Azizlar, yeyishi haqiqatan ham o'ta udar. Ertalab bergan ekan, bizda sal soat 11 ga keldik. Yeyishi ikkinchi marta o'zi bu yeyishi. Buni endi savdosi qanday bo'ladi? U dastavka xizmatimiz qanday? Bu kelishtirib beraveramiz. Kiloga ham, donaga ham kelishtirib beraveramiz. Kiloga ham, donaga ham. Maşallah. Bu dastavka xizmatimiz-chi? Dastavka xizmatini ham qilib beramiz. Dastavka bormi? Bor. Dastavka bor. Mana azizlar, yeyishi yaxshi, privkasi bo'lgan, eng asosiy zoti toza, chetdan kelgan, Rossiyadan kelgan. Mana qidirib yurganlarga, Angus qidirib yurganlarga mana
100 bosh kelgan ekan, 50 boshni bir kishiga bergan ekan, mana hozir 50 bosh qolgan. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqamiz. Narxi navosi nech pul buni? Faqat yo'liga qilib, xayriga o'tib beradigan qilib ayting. Yo'liga xayriga qilib beramiz. Inshaalloh. Ana Farruxjon, mollarni ko'rdik, yeshi yaxshi ekan, privkasi bo'lgan, dastlabki xizmatimiz bor deyapsiz. Buni bahosini bitta ayting. Hozir, lekin hozirgi paytga rassamoshga ham ozgina narxlar ko'tarilgan. Zoti mana shunaqa tozasini hech kim olib kelmayapti Samarqandga. Ana ko'p obunachilar so'ragani uchun men sizga nima qildim? Mana yeshi haqiqatan o'ta udar. Samonmi, silosmi, bardami nima bo'lsa yeyveradi. Gap yetkazib berishga. Buni narx-navosini ayting endi. Zoti toza. Maydalari 24 milliondan boshlab 34 milliongacha bor. Ha, 24 million so'mdan 34 million so'mgacha. Xayriga o'tib berasiz. Xayriga kelish. Dastavka bor. Azizlar, mana hozir bahosini aytdik. Kelasizlar, ustiga ko'rib, tanlab, narxini kelishtirib, xayriga o'tib beramiz deyapti. Mollar sog'lom, yeshi ishi yaxshi. Eng asosiy zoti toza, qoni toza. Ertaga kelajagi bor mollarda. Hozir bozorga ham chiqmayapti. Angus nimalar? Zoti tozalari. Grenford bitta ikkita chiqyapti, lekin Angus chiqmayapti-da. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. O'ta gigant, haqiqatan mana bunaqa udarlari ham bor ichiga. Hozir bitta qaytaramiz. Mana, mollarni ko'ryapsizlarmi? Bitta qaytaring, bitta o'zini ko'rsatsin bular. Bu hozir tashqariga chiqarish hech iloji yo'q. Bu tarafga bog' ekan. Gilos bog'i. Bog'ga kirib ketsa, keyin qaytib chiqarish qiyin deyapti. Bir qator ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Bitta suratga tushamiz. Qaytaravering. Hozir orqa korobkalarni ham ko'rsatamiz. Oldi to'shlarni qarang. Mollarni qarang. Haqiqatan mana shu Mickey Mouse'lar ham, ichiga baqvallar ham kelgan ekan. Mana ko'p obunachilar Angus kerak deb so'ragan edi, mana toza Anguslar kelgan, azizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, o'ng tarafingizga qizil podpisasiya tugmachasi bor. Shuni bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizga yetib boradi. Albatta like esingizdan chiqmasin, like ni bosasizlar. Inshaalloh. Mana. O'ta udar korobkalari. Haqiqatan. Buni kiloga qancha aytamiz? Kiloga ham bo'ladimi? Hozir bir qator kirgizamiz. Kiloga ham sotamiz deyapti. Kiloga ham. Hammasi kirsin. Bitta ko'rsatamiz azizlar. Mickey Mouse'larni ham qarang. Haqiqatan. Mana. Hammasini yig'ib bitta. Buni hammasini bir joyga olganga nech pul? Buni kiloga nech pul? Hammasini bir joyga olganga nech pul? Kiloga 75 mingdan qilib beramiz. 75 mingga? Ha. Maşallah. Hammasini bir joyga olganga 30 milliondan qilib beramiz. 30 milliondan. Dastavka bo'ran? Dastavka bor. O'zbekiston bo'ylab. Hammasini bir joyga olganga? Mana azizlar, hozir hammasini tashqariga chiqarib yana bir marta ko'rsatamiz. Bitta fermaniki hammasi, onalari hammasi Angus. Hammasi bitta qo'ra bo'lsa, boqish kerak bularni. Tonaga qarab ketadi bemalol. Mesniga qaraganda buni effekti haqiqatan ham zo'r. Buni mesni bilan buni farqi nimaga? Misol uchun ko'p mesni boqyapti-da, yillab boqadi, keyin u borib qassobga ayni vaqtda havo isitsa, uje yemay qo'yadi-da. Bularga farqi yo'q-da. Bularga farqi yo'q. Yozga ham xohlagan paytga boqib o'rasiz.
qachon pul kerak bo'lsa shunday qassobga bozorga olib chiqsangiz effektini beradi-da inshaalloh. İçiga bitta shoxligi bor ekan, bitta. Shu 50 tani ichiga bitta Mickey Mouse, u ham shox qimirlaydi, maydacha shox chiqqan. Qolgan birontasiga shoxi yo'q. Haqiqatan hammasi to'qol, tuxum bosh. Kuniga 1,5 kilodan 2,5 kilogacha semiradi-da. Kuniga, o'sha bundayda ular pastos yoshidan paltarashkaga o'tganda, endi kuniga o'zgaradigan payti kelganda inshaalloh olib borib yemlab, silos, mana shunaqa yemlarni bersangiz, kuniga o'zgarib ketaveradi. Azizlar, videolarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Manzilni aytdik. Nomer telefonimiz pastga bo'ladi. Farruh akamizga telefon qilsangiz, mana shu yerga kelib, mana shu Olim Sharipov kanalidan ko'rdik desangiz, yana xayriga o'tib beradi inshaalloh. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Fi amanillah. Kahve tadını keselim.